Mana shu eski bozorda kim bo'lishidan anavi sotuvchilardan 50 ming so'm arzoniga beraman aka. Sizda aytib kelsa. 300 ming so'm qilib beraman aka. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi 350 ming so'm, 380 ming so'm sotilyapti. Eski yog'och bozorida sotuvchilardan qaysi bo'lishidan qat'iy nazar 50 ming so'm hammadan o'tib beraman degan. Kurgulardan 50 ming so'm o'tib beraman degan. Qolganlardan ham bonus qilib berishadi. Qishga mana o'tinliklar bor akalar. Mana qish keldi, sovuq keldi. Xudo xolasa labasini bir lavani to'ldirib berish, xohlagandek bosib berish 1 million 300 ming so'm. Sizda agar aytib kelsa, Sirg'an savdo YouTube kanalimizning nomidan kelsa 200 ming skasi bor xudo xolasa. 200 ming, 1 million 100 mingdan qilib beraman. Mana qarang aka, Rossiyadan kelgan dahshat narsa aka. 25, 30, 28. Primichkaga ham ketaveradi. Primichkalarni vobshe sindiradi bular. Udar. Bular 45 ming so'm, sizda aytib kelsa 39 ming so'm qilib beraman. Onasi 45 ming so'm, 39 ming so'm kelishtirib beryapti. Obunachilar kelaverasizlar. Mana Sadirdan akamiz do'koniga. Sizda shu Strapldan bor 280 ming so'm, sizda aytib kelsa toza Plyusovoy 5 ga 20, 22, 6, 6, 20 sizda aytib kelsa aka gap bo'lishi mumkin emas. 245 mingdan joyida hammasini berib yuboraman. To'ylar dahshatli kelgan aka. Mana akajon 36. To'xtang, shunday ko'rsatib o'taylik. 36 aka, ko'ryapsizmi? 36. 20 ming so'm, 110 ming, mayli, sizning hurmatingiz bor. 105 ming so'm qilib beramiz aka, bemalol kelib. Toza burishlarimiz bor. O, mana. 20 ga hozir ko'ramiz. 420 lik burishlarimiz bor, toza burishlarimiz bor aka. Tak, mana 20 olaylik. Mana 20 ga, toza 20 ga. 20 ga. Bunday olaylik. 9 aka mana. 20 ga 9 toza burish mana 420 dan 420 uzunligi. Narxi nech pul aka? Eng qizig'i, hammaga qiziq joyi. 270 ming so'm, sizda aytib kelsa 255 ming so'm qilib beraman aka. 270 ming so'm o'zi, tan narxi. Tan narxi 270 ming, sizda aytib kelsa 255 ming so'm qilib beraman. 15 ming so'm yana sizda aytib kelsa tushib beraman. Assalomu alaykum, aziz o'rtoqlar, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, opa-singillar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Do'stlar, ko'pgina obunachilarimizni talab va istaklariga binoan biz Qiziriq tumanidagi, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi eski yog'och bozoriga keldik. Talab va istaklaringizga binoan do'stlar. Surxon tarafdan kelishda do'stlar, manzilda lokatsiyani tushuntirib o'tamiz. Surxon tarafdan kelishda Poskaydan o'tib, Metazapravkadan o'tganingizdan keyin chap qo'lga do'stlar, mana bu yerda qurilish material do'koni, eski yog'och bozori. Sherovatdan kelishda do'stlar, Sherovatdan kelishda Metazapravkaga yetmasa, mana Tulikani tugashi Sadirdan akamiz do'koniga kelaverasizlar. Narxlar juda ham qulay, bomba do'stlar. Aytilgan narxidan pashti 20 ming, 25 ming so'm hamma mahsulotdan o'tib beryapti. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat, alhamdulillah. Aka, bular yog'ochlarimizni o'zingiz obzor qilib bersangiz obunachilarimizga. Razmeri qanaqa, narxi qanaqa? Bular tanishtirib o'tsangiz. 8 ga 2, 8 ga 2 lik. 2 lik toza archa Rossiyaniki. 22 ming, 20 ming. 22 ming, 20 ming qilib beraman. Uzunligi. Agar sizda Musulmon akadan keldik desa, sizda agar aytib kelsa 19 ming so'm qilib beraman. Surxon savdo YouTube kanalimizda, bizning kanalimiz nomidan kelsa 19 ming qilib beraman. 19 ming so'm kelishtirib beramiz. Donasini 19 ming qilib beraman. Tushunarli. Bu Polovoy. Polovoylarimiz razmeri nechaga necha aka buni? 14 ga 2,5. 14 ga 2,5. 2,5. Uzunligi 4 metr. Xohlasin cho'rniga, xohlasin Polovoyga. Standart. Narxi nech pul aka buni? Narxi buning 60 ming so'm, sizda aytib kelsa 55 ming so'm qilib beraman. 5 ming so'm bonus. 5 ming so'm bonusi bor. Bo'lishi mumkin emas. Bular aka endi cho'rniga. Bular cho'rni emas, bular polni tagiga lagalik. Lagi tagida ustoyga beriladi. Donasi 12 ming so'm, sizda aytib kelsa 10 ming so'mdan ham qilib beramiz aka. Gap yo'q aka, gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham shu aka. Bu ham shu 8 ga 2, 8 ga 2, uzunligi 22 ming, 20 ming qilib beraman. Buni ham sizda aytib kelsa 19 ming so'm qilib beraman. 19 ming so'm kelishtirib berasiz. Bu yoqda polovoylarimiz bor. Bu yoqda eski bu yerda lagalar bor. Laga 4 metrlik lagalarni 70 ming so'm, 75 ming. Sizda aytib kelsa 70 ming, 75 ming so'm. Sizda aytib kelsa 70 ming so'mdan qilib beraman. 70 ming so'mdan kelishtirib berasiz. Cho'rnilarchi aka bu? Cho'rnilar bu cho'rnilar bor.
Bu cho'rinlardan bor aka. Ha. Sizda aytib kelsa 4 metrligi ham bor, 5 metrligi ham bor. Sizda aytib kelsa 40 ming so'm, sizda aytib kelsa 35 mingdan qilib beraman. 35 ming so'mdan. Bular rossiyskiy cho'rinlar. Ha. Qalinligi ham cho'tki aka. Mana yaxshilab ko'rib beray. Mana. Bu yerda aka karotka, polni karotka yog'ochlari bor. Bular ham Rossiya. Karavotlarga ham yog'och chiqadi. Ha, mana qarang aka, Rossiyadan kelgan dahshat narsa aka. 25, 30, 28. Primichkaga ham ketaveradi. Primichkalarni barcha sindiradi bular. Ha, udar. Ha, bular 45 ming so'm, sizda aytib kelsa 39 ming so'm qilib beraman. Onasi 45 ming so'm, 39 ming so'm kelishtirib beryapti. Obunachilar kelaverasizlar. Mana Sadirjon akamiz do'koniga. Gap bo'lishi mumkin emas. Kelsa aka muammosi yo'q, kelishtirib chiroyli narxda qilib beraman. Bularni aka men donasi Ha. 4 metrlik 25 ming so'm, sizda aytib kelsa 20 ming so'm qilib beraman. 20 ming so'm qilib qulayroq qilib Harna hammasidan 5 ming so'm, 5 ming so'm sizda aytib kelsa, shu Musulmon akaning shu YouTube'dan ko'rib keldik desa 5 ming so'm, 5 ming so'm aka sizga qilib beraman chiroyli narxda. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aziz o'rtoqlar, mana telefon nomerlarini qoldiramiz. Akamiz mana shu aytgan narxlarda qulayroq qilib beradi. Agar qulayroq qilib bermasa, telefon qilaverasiz, bog'lanaverasiz bizga. Aka bu yerda primichkalik bor 2 metrlik. Ha. Qalinligi 4,5. 4 ga 4.5. Ha. 15 ga 4,5. 4.5. Primichka aka. Ha, primichka. 2 metr. 30 ming so'mdan qilib beraman aka. Ha. Sizda aytib kelsa 25 ming so'm qilib beraman. 25 ming so'm bo'ladi. Bo'ladi qilib beraman aka. 25 ming so'm. Bu yerda toza bruslarimiz bor. O, mana. 20 ga hozir ko'ramiz. 420 lik bruslarimiz bor, toza bruslarimiz bor aka. Tak, mana 20 olaylik. Mana 20 ga, toza 20 ga. 20 ga. Ha. Bunday olaylik. Ha. 9 aka mana. 20 ga 9. 9 toza brus mana 420 dan. 420 uzunligi. Narxi nechi pul aka? Eng qizig'i. Hammaga qiziq joyi. 270 ming so'm, sizda aytib kelsa 255 ming so'm qilib beraman aka. 270 ming so'm o'zi, tan Ha, narxi. tan narxi 270 ming, sizda aytib kelsa 255 ming so'm qilib beraman. 255 ming so'm. 15 ming so'm yana sizda aytib kelsa tushib beraman. Yo'q, gap yo'q aka. Bular nechi pul aka? Bular aka 6 metrlik polovoy. Ha, 6 metrlik polovoy. 12 lik aka. 12 lik. 12 lik 6 metrlik polovoy. 12 ga necha? 12 ga bular 2 aka. 12 ga 2 ha? 12 ga 2. 6 metrlik. 6 metr 610 aka. Ha. 65 ming so'm. Buni ham sizda aytib kelsa 60 ming so'm qilib beraman aka. 60 ming. Xohlasin cho'rniga, xohlasin polovoyga ketaveradi aka. Farqi yo'q. Bu yog'i zakonni bo'ladi aka. Xudo xolasa kelsa yana bir 1000 so'm, 500 so'm yana ham arzonroq qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Mana kelaverasiz obunachilar. Bu yerda 5 metrlik kuruklar bor aka. Kuruglarimizga endi navbat. Kuruklar bor aka. 575 aka. 5 dan 570 gacha uzunligi. 5 dan 570 gacha toza. Qarang, diagonali necha? Diagonali mana aka. Diagonali ko'rsating aka? Yo'q, bunday. Qarang mana bunaqasi. Bunaqasiga ko'rsatsak mana 16. 16 ga 16 ga 570. 570 aka. Bularni narxi 350 ming so'm. Mana shu eski bozorda kim bo'lishini anavi sotuvchilardan 20 ming so'm arzoniga beraman aka. Sizda aytib kelsa. 300 ming so'm qilib beraman aka. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi 350 ming so'm, 380 ming so'm sotilyapti. Eski yog'och bozorida sotuvchilardan qaysi bo'lishidan qat'iy nazar 50 ming so'm hammadan o'tib beraman degan. Kuruglardan 50 ming so'm o'tib beraman degan. Qolganlaridan ham bonus qilib berishadi. Sadirjon akamiz do'koniga kelaverasiz. 520 ming so'm aka. Tozasi 520. Toza archa 520 ming so'm. Archa. Sizda aytib kelsa aka 490 ming so'm qilib beraman. 490 ming so'm kelishtirib berasiz. Buni diagonali necha aka? Diagonali mana aka. Diagonali hozir aytaman 20. 20 ga 20 ga 610 610 uzunligi 610 chiqadi. 20 19 18 aka. Toza archa. Bular shu Rossiyadagi Foroda kelgan. Buni ham tushirtirib olib qo'yganman vaqtida. Bitta bu yerda straplarimiz bor aka. Razmeri nechaga? Tak, razmeri straplimiz uzunligi 15 ga 3,5 4 metrlik. Uzunligi 4, razmeri 15 ga 3,5 do'stlar. Narxi necha pul aka? Buni narxi 85 ming so'm, sizda aytib kelsa 70 ming so'm, 68 ming so'm. 68 ming so'mgacha ana qulayroq qilib beraman aka. Bu yerda ham buni aytib o'taylik.
Bular tak 20 Bunday. 21 ga Bunday aka. mana aka. 22 pashti, 22 22 ga toza pilisavoy 5 aka. Ha, Mana besh. toza 5 mana aka, toza 5. 22 ga 5. Uzunligi 6, 610. 610. Ha. 280 ming so'm aka tan narxi. Ha. Sizda aytib kelsa 250 ming so'm qilib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. 30 ming so'm ketdi aka. Gap 20 ming so'm bo'lsin. bo'lsa, uncha qilib bera olmaydi o'sa. Keyin aka bu yerda polovoylari dahshat kelgan aka. Ha. Mana akajon 36. To'xtang. Shuni Yeniga. ko'rsatib o'taylik. Ha, Ha. 36 aka, ko'ryapsizmi? 36. 36. Mana 34 aka, mana 34. Bular 34. Ha. Bular 35. Aka mana 35 dan 37 ga 36 gacha ekan do'stlar. Buni tan 120 aytilishi. 20 ming so'm, 110 ming. Mayli, sizning hurmatingiz bor. 105 ming so'm qilib beramiz aka. 105 ming Bemalol kelaversin. Uzunligi 4 da. Uzunligi 4, 410. 410. Kelaversin aka. Bu yerda provoylarni shu narxdan qilib beramiz aka. Bu yerda shu strapildan bor 280 ming so'm sizda aytib kelsa toza pilisavoy 5 ga 20, 22, 6, 6, 20 sizda aytib kelsa aka gap bo'lishi mumkin emas. 245 mingdan joyida hammasini berib yuboraman sizda aytib. 260 ming aytilyapti do'stlar. 245 ming qilib kelishtirib beraman deyapti uzunligi. 6 necha dedingiz? 6, 610. 6 610. Toza pilisavoy 5. Pilisavoy 5. Toza pilisavoy 5 aka.